Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli, ma'noli suhbatlardan gaplashadilik, davom ettiraylik do'stlarim. Umr o'zi ozgina ekan. Bu haybilloh qori bizga donolik qiladi demaslar do'stlarim. Do'stona gaplashamiz. Do'stlar, aqlli gapga qancha ko'p quloq solsangiz, hayotingizda ijobiy o'zgarishlar ko'payadi do'stlarim. Juda ko'p aqlli kanallari kompyuteringizda ochiladi do'stim. Aytadilarki, ulug'lar bu gaplarni aytib ketgan, yozib ketgan barcha ulug'larimizni Alloh rahmat qilgan bo'lsin, bu savoblardan Alloh bahramand qilsin. Biz ham gapiryapmiz. Biz ham dunyoga ustun bo'lmaymiz. Bir kun kelib shundan eshitgan insonlar Alloh duvarar axir. Astag'firulloh duvarar, alhamdulillah duvarar, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh duvarar. Yaxshi odamlar ko'payar do'stlarim. Aytayaptilar, agar kimdir bizga beg'araz yordam qo'lini cho'zadigan bo'lsa, unga tashakkur etib, rahmat etib, o'zimizda ajoyib minnatdorlik hissini tuyamiz. Xursand bo'lib ketdik-da. Endi agar unga rahmat etmaydigan bo'lsak, unga minnatdorchilik qilmaydigan bo'lsak, bezovta bo'lamiz. Shu odam yaxshiligini bilmadim-da deymiz, rahmat etmadim-da deymiz. Qarang, endi Alloh taolo bizni inson qilib yaratganiga avvalo shukr qilishimiz kerak. Shukrni Alloh taologa shukr qilishdan boshlashimiz kerak. Bizni odam qilib yaratdi. Odam qilib yaratganda ham jinni qilmadi, shinni qildi, aql berdi. Alloh taolo bergan ne'matlarni sanab oda qila olmaymiz. Ba'zan atrofda insonlar bir odam o'rnida ko'rmasdan kamsitadigan bo'lsalar, haqiqatda ranjiymiz, dilimiz og'riydi. Lekin ko'p odamlar hatto Alloh taoloni eslamaydi va tanimaydilar ham, tanishni xohlamaydilar ham. Demak, Alloh taoloni bilmayapti-ku ular. Alloh taoloni bilmayapti-ku ular. Endi do'stlar, hozir bir ajoyib zamon keldi-da, kim bilan gaplashsangiz bir norozida, nimadandir norozi. Oyog'i yo'q ham norozi, oyog'i bor ham norozi, ko'r ham norozi, ko'zi ochiq ham norozi, bolasi yo'q ham norozi, bolasi bor ham norozi. Kambag'al ham norozi, boy ham norozi, hokazoda. Olim ham bir o'ylasangiz nimadandir norozi bo'lyapti-da, do'stlarim. Noshukrmiz. Endi do'stlarim, atrofimizdagi ne'matlarga, bizga berilgan ne'matlarga qanoat qilishlik avvalo o'zimiz boshlaylik. Boshqalarni ham o'sha ne'matlarda tushunib yetishiga sababchi bo'laylik, yordam beraylik do'stlarim. Shunaqangi aqlli suhbatlarda gaplashadigan bo'lsak, inson o'zini noshukur insonligini tushunib yetadi. Allohga shukr degan so'z, alhamdulillah degan so'z qalbini chuqur joydan chiqadi. Do'stim, oyog'ingizda yurib turibsiz, do'stim. Hojatxonaga oyog'ida yurib borolmayotgan odamlarni o'ylab ko'ringchi. Ular o'rniga tahorat sindiryapti, iloji yo'q, ming afsus bilan, ming nadomat bilan faqirga siz xotirjam borib kelyapsiz-ku. O'ylab ko'ring. Ming marta uzr so'rayman, do'stlarim. Ba'zi bir odam shunaqa qilolmayapti, yo'l to'siq. Ba'zi biri arqa tomondan yo'l to'siq. Bularni o'ylab ko'ring. Siz bemalolsiz-ku.
demak noshukursiz. Alloh taolo bizni Xudoga shukur deyishimizga muhtoj emas. Lekin bu shukurimiz, alhamdulillah deyishimiz bizni ham dunyomizni ham oxiratimizni yanada chiroyli bo'lishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo xursand bo'ladi, rozi bo'ladi do'stlarim. Payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlar bir hadisda, oziga shukur qilmagan, ko'piga ham shukur qilmaydi. İnsanlarga rahmat etmagan odam Allohga ham shukur qilmaydi. Qarang. O'ylab ko'ring, bizda shu xatolar yo'qmi do'stlarim? Ne'mat tepamizdan Alloh taolo ne'mat to'kib tashlagan, lekin biz buni fikr qilmaymiz, shukur qilmaymiz. Endi odamlar bizga yaxshilik qildi. Biz ularga rahmat degan so'zni ba'zan aytmaymiz. Uni bilmagandek ketaveramiz do'stlarim. Shuning uchun doim alhamdulillahi robbil alamin ala kulli hol deyishni o'rganing. Bu degani hamma holatlarimdan Allohdan roziman. Hamma holatlarimga Alloh taologa shukur qilaman deyish bo'ladi. Bu barcha berilgan cheksiz ne'matlarni berganiga Alloh taolo rozi bo'lar ekan do'stim. Yana ziyoda qilib berar ekan do'stim. Yaxshiroqni bilaylik, ham Alloh taoloni yaxshiligini bilib shukur qilaylik, ham insonlarning bizga qilgan yordamlarini his qilib ularga rahmatnomani aytaylik do'stlarim. Uni yaxshiligiga yaxshilik qaytarishga intilaylik do'stlarim. Biz insonmiz biz. İnsonligimizni esdan chiqarmaylik. Qalbimizda ma'naviyat bo'lsin. Qalbimiz pok bo'lsin do'stim. Endi ba'zi bir insonlarni ko'rsangiz, bu bo'layotgan voqea hodisalarni ko'rib bir shukuri kam bo'ladi-da. Endi bu berilgan narsalarni, voqealarni ko'rmas qismini anglaganlar shukurni ko'paytiradi. Mana boshingiz og'ridi, isitma chiqdi, siz norozisiz. Boshqa bir xil dard yo g'am keldi, siz norozisiz. Bir pasda norozi bo'lib voy-voy deyasiz do'stim. Lekin Alloh taolo o'sha g'amni, o'sha dardni, o'sha mushkulni sizga berib nimani xohlayapti ekan? Uni tushunishni ko'p odam xohlamaydi. Demak, o'sha dard, o'sha g'am tufayli siz kechagi noshukurlik paytingizni tushunyapsiz. Endi Alloh taolaga shukringiz qalbingiz eng chuqur joydan chiqadi do'stim. Endi Alloh taolo ne'matlar berdimi? Endi aytayaptiki, biz shukur qilmagan yoki qadri yetmagan ne'matlarimizni qo'limizdan boy berib qo'yishimiz ham mumkin ekan. Chunki Alloh taolo Arhamur Rohimin. Lekin Alloh taoloning g'azabi ham bor do'stim. Sizga bergan ne'matlarni olib qo'yishga ham kuchi yetadi. Lekin Alloh taolo sabri juda ham cheksiz. Do'stim. Endi Xudoga shukur deyishni bilmaslik insonning baxtsizligini bosh sababi ekan. U doim norozida, doim norozi, doim peshonasi tirishgan, doim bo'g'ilgan, doim siqilgan. U norozi. Endi bizda baxt ko'payishligi uchun, imkoniyatlarimiz yana ham ko'payishligi uchun biz do'stlarim avvalo bizdagi bor ne'matlarga shukur qilishimiz kerak bo'lar ekan do'stlarim. Bu gaplar do'stona irini gapirdi do'stim. Buni inson bolasini istaklarini, xohishlarini chegarasi yo'q ekan. Poshshoning tuzi kam degan gaplar bor ekan do'stlarim. Hammamizni o'zimizga yarasha g'am tashishimiz bor, yetalmagan orzularimiz bor. Demak, biz oldin o'zimizdagi bor ne'matlarni qadriga yetaylik do'stlarim. Sizda bola bor, kimdadir bola yo'q. Do'stim, kimdadir mashinangiz bor, sizning mashinangiz bor, kimdadir hech qanday ulov yo'q. Sizning uyingiz bor, kimdadir o'zini uyi, vatani yo'q. Buni sanasak tugamaydi do'stlarim. Shuning uchun shukur.
boshqalarda ne'mat ko'proq, unga havas ko'zi bilan qarang. Sizga bor ne'matlar kimlardir yo'q, ularga rahim ko'zi bilan qarang, ilining do'stim. Shuning uchun do'stlarim, bu hayotda ozgina mehmon ekanmiz. Shukr, sabr o'rtasida yashaylik do'stlarim. Bizdan insonlar foydalansin. Bizdan ularga yordam tegsin. Yordamimiz tegsin do'stlarim. Ammo biz tufayli birov qaqshab qolmasin. Barcha ne'matlar qo'ldan ketib qolish ehtimoli bor. Ham dunyo, ham oxirat balki qo'ldan ketib qolish ehtimoli bor do'stlarim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.